Navbatdagi mavzuyimiz bu ham o'zbek adabiy til tarixiga oid manbalarimizga qaratilgan Kutadg'u-Bilik, Devon lug'ati turk, Batul haqoiq asarlari, O'g'iznoma, tafsir. Tegishli adabiyotlar bilan tanishtiraman. Abdurahmonov Rustam, qadimiy turkiy til, 1982-yil. Abdurahmonov, Shukurov, Mahmudov, o'zbek tilining tarixiy grammatikasi, 2008-yil. Rahmonov, Sodiqov, o'zbek til tarixi, 2009-yil. Sanaqulov, o'zbek yozma adabiy til fonetik morfologik me'yorlarining ilk shakllanishi va taraqqiyoti bosqichlari, 2015-yil. Qosimjon Sodiqov, turkiy yozma tili adabiy tilining shakl yuzaga kelishi va tiklanishi, 2006-yil. Baxtiyor Abdushukurov, o'zbek tili tarixi, 2021-yil. Va hokazo manbalar bizga asos beradi. Kutadg'u-Bilik bizga ma'lumki, Yusuf Xosxojibning Kutadg'u-Bilik asari o'ziga xos bir shohnoma sifatida qaraladi. Bu o'z davrining shohnomasi deb qaralgan, bir necha nomlar bilan ham yuritilgan. Kutadg'u-Bilik bu baxtga eltuvchi bilim demakdir. Yuqorida ham bir to'xtalib o'tdik. Kutadg'u-Bilik asarida 4 unsur misolida insonning eng asosiy hayoti uchun muhim bo'lgan jihatlar ma'lum bir obrazli ifodalar bilan aks ettirib berilgan. Kutadg'u-Bilik asarining qo'lyozma nusxalari, mana eng qadimgi nusxalari mavjud. Hirot nusxasi masalan, yoki bo'lmasa Qohira nusxasi va albatta Kutadg'u-Bilikning keyinchalik Abdurrauf Fitrat tomonidan fanga olib kirilgan Namangan nusxasi eng ishonchli nusxalardan biri deb qaraladi. Asar haqida akademik Radlov fikrlarini o'rganadigan bo'lsak, asar tilini Oltoy tillaridan Sayxon tiliga yaqin deb hisoblaydi Radlov. Bu asar tilini Oltoy nazariyasini yuzaga kelishiga sabab bo'lgan, asos bo'lgan sharhnos sifatida baholaganlar. Kutadg'u-Bilikning juda ko'p til xususiyatlari haqida ham bu olim to'xtalib o'tganlar. Tarjimalari haqida ham fikrlar bildirib o'tganlar. Sharqshunos olimlarimiz turk va tatar tarixi sof turk tili deb talqin qilinadi. Tadqiqotchi Valitova asarlarida, Karimov asarlarida masalan bu asar haqida qimmatli fikrlar bayon qilingan. Asarda 9 ta unli tovush mavjudligi qayd etiladi. 28 ta undosh haqida gap boradi. Doston tilida ye o'rnida d qo'llash hodisasi ustun darajada ekanligi keltirib o'tiladi. Masalan, kedin, beduk, qadg'u, udan, adaq kabi so'zlarimizda. Masalan, adaq so'zining o'sha adoq, adzaq, oyoq kabi shakliga kelgani haqida manbalarimizda fikrlar bor. Tovush o'zgarishlari, ya'ni z shaklida qo'llangani, keyin y harfiga o'tganligi, tovushib o'tganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Kutadg'u-Bilik asarida qo'llangan 3370 ta leksiyani 2817 tasi turkiy tillarga xos, ya'ni 85% asarning turkiy tillar qatlami tashkil etadi. 416 tasi arabcha, 91 tasi fors tojikcha va 7 tasi sanskrit, yana 7 tasi so'qcha va 6 tasi xitoycha va boshqa birikmalardan iborat ekanligini biz ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda ko'rinadiki, turkiy tilning o'zida mana Kutadg'u-Bilik asarida albatta turkiy so'zlarimizning asosiy foizini tashkil etishi, asosini turkiy so'zlar tashkil etishi isbotlanib turibdi. Dostonning turli sohaga doir dostonda so'zlarning uchrashi, ijtimoiy siyosiy terminlar uchrashi haqida ham to'xtalsak bo'ladi. Mansab, lavozim terminlari, masalan, bitikchi kabi, og'ichi kabi, diplomatik atamalar, elchi kabi yoki bo'lmasa harbiy terminlar, yatloq kabi, savdo sotiq terminlari, yaychi kabi, tibbiy terminlar, antroponimlar, afrosiyob, faridun kabi, oziq-ovqat va ichimlik nomlari, itmak kabi yoki bo'lmasa lavash kabi va hokazo so'zlarni ko'rishimiz mumkin. Asar matnida qo'nuq, mehmon ma'nosida, inak, sigir ma'nosida, bu hozirgi kunda ham Qashqadaryo, Surxondaryo shevalarida albatta uchraydi. Qalpoq ma'nosida bo'k,
Xorazm shevalarida uchraydi. Narvon masalan, zangi, shato kabi, jitcha kabi so'zlar Farg'ona, Andijon shevalarida ozgina ma'nolarda bu Qutatoblik asarida ham shunday uchratamiz. Mahmud Qoshg'ariyning Devon lug'at turk asari ham shunday shu davrlarda yaratilgan asarlardan biri hisoblanadi. Devon lug'at turk asarida adib Qarluq, O'g'iz, Qipchoq lahjalarini katta tilimizga asos bo'lgan lahjalarni o'zaro qiyoslab bir qimmatli qiyosiy tarixiy ma'lumotlar berganlar va shu bilan birga qiyosiy grammatikaga birinchi bo'lib asos solganlar desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Devon lug'at turk 1915-17 yillarda 3 tomdan iborat qilib nashr etiladi. Shu nashr hozir ham murakkalman bu asosda 28-yilda yana nemis tiliga tarjima qilib nashr qilganlar. 1939-yilda Anqarada nashr etiladi. Devon lug'at turkning juda ko'p nashrlari mavjud. Bu asar bugungi kunga qadar 18 tilga tarjima qilingan, 22 marta va undan ziyod qayta nashrlarga asos bo'lgan asarlardan hisoblanadi. Devon lug'at turk bizga umuman o'zbek tili, uning leksik semantik xususiyatlari haqida ma'lumot beradigan eng qimmatli asarlardan biri hisoblanadi. 8,5 mingdan ortiq turkiy so'zning arabcha izohi mavjud bu asarda. Mahmud Qoshg'ariy hozirgi tilshunoslikda qo'llanilayotgan 3 uzuvli so'z yasalish xususida ham ma'lumot berib o'tadi. So'z yasashda asos, vosita va yasamalar haqida fikr berib o'tganlar va qimmatli ma'lumotlarni biz aynan ana shu asardan olamiz. Otlar, fe'llar, yordamchilar kabi turlarga ajratganlar yoki bo'lmasa fe'llarning zamon, nisbat, shaxs kategoriyalari haqida ham bu asarda qimmatli ma'lumotlar beriladi. Hazrat Alisher Navoiy Nasoimul Muhabbat asarlarida ko'zi ko'r bo'lsa-da, ko'ngil ko'zlari ochiq, sog'lom, nihoyatda ravshan edilar deb izohlangan allomalarimizdan bittasi bu Ahmad Yugnaki hisoblanadilar. Ahmad Yugnakiyning Ihbatul Haqoiq asarlari bu bungacha yetib kelgan qimmatli manbalarimizdan biri. Ya'ni bu haqiqatlar tuhfasi, armug'oni ma'nosini anglatadi yoki haqiqatlar tortig'i deb ham yuritiladi. 3 ta qo'lyozma nusxasi bugungi kungacha bu asarning yetib kelgan. Dastlabki nusxasi 1444-yilda Xorazmlik Baxshi tomonidan ko'chirilgan dastlabki nusxasi Istanbul kutubxonasida saqlanadi. Keyingi nusxalari 1480-yillarda Abdurazzoq Shayxzoda tomonidan ko'chiriladi va 3-nusxasi uning Istanbuldagi, Turkiyadagi kutubxonalarda saqlanib kelinadi. Turkiya sultoni Boyazidning muhri bosilgan bu nusxaga ana shunday nusxalar fanga kiritilgan. Bu 3 nusxa asosida turkiyalik Rashid Rahmat Arab 1951-yilda yodgorlikning matni tarjimasini yaratadi. Ahmad Yugnakiyning Ihbatul Haqoiq asari shunaqa nodir asarki, bu asarda bu dunyoning bir robot ekanligi, har bir inson bir mehmon bo'lib qo'nib o'tish haqida alohida bir g'oya beriladi. Va bu asar albatta Mahmud Qoshg'ariyning, Yusuf Xosxojibning asarlaridagi g'oyalarni davomi deb qarash mumkin. Dostonda juda ko'p so'zlar hozirga qadar o'zbek tili shevalarida saqlanib ishlatilib kelinadi. Masalan, so'ngra so'zi, kedin so'zi, cho'ntak so'zi, kissa kabi so'zlar o'sha davrda ham ishlatilgan va bugungi kunda ham Surxondaryo, Samarqand va boshqa viloyatlarning shevalarida o'ziga xos holda jaranglab keladi. Asarda arab, fors, tojik tilidan o'zlashgan o'zlashmalar ham mavjud. Davlat, zikr, omonat kabi, adab, mehribon, do'st, zamon va ko'plab bunday misollarni jon, darmon kabi keltirish mumkin. O'rta Osiyo turkiy xalqlarining yana bir nodir asarlaridan bittasi O'g'iznoma hisoblanadi. O'g'iznoma Natan Mallayev bu asarni 13
13-14 asrlarda Parij kutubxonasida saqlanayotgan nusxasi kitobat qilinganligini qayd etadi. Nemis olimi Bang o'g'iznomaning til xususiyatlarini tahlil qilish asosida shartli ravishda sharqiy turkiy tilga yaqin deb tilni baholaydi. Bu 1300-yillarda Turfon Qoshqarda yozilganligi haqida ma'lumotlar berib o'tadi. O'g'iznoma tilda nisbatan yangi fonetik, leksik, grammatik xususiyatlar uchraydi. Masalan, d, z ga nisbatan y tovushining ustunligi hodisasini ko'rish mumkin. Masalan, adoq, ayiq, ayg'ir, qo'y kabi z tovushlarining y ga o'tish holati keyinchalik kengayib borganligini asoslab beradi. Yana bitta shunday asarlarimizdan biri bu tafsir asari hisoblanadi. Eski o'zbek adabiy tilining muhim yodgorliklaridan biri. Bu asar O'rta Osiyo tafsir deb ham yuritilgan. Tafsir bu Qur'oni Karimning so'zma-so'z tarjimasi, izohlari, sharhlari va tushuntirishlaridan iborat asar hisoblanadi. Tafsirda 18-suradan boshlab Qur'oni Karimning tarjimasi, sharhlari, izohlari berilib borgan. Asarning birinchi qismida har bir suradan keyin uning mazmuni bilan bog'liq hikoyalar beriladi. Kitobda tafsirni ko'chirgan kishilarning nomlari, qo'shimchalari, ko'rsatmalari ham qayd etiladi. Tafsirning til xususiyatlariga asoslanib, Bartold 11-asrda yaratilgan Qutadg'u bilik dostoni bilan ilgariroq yozilgan bo'lishi kerak degan bir taxminni berganlar. Ya'ni Qutadg'u bilikka nisbatan ham tafsir asarining qadimgiroqligi haqida Bartold shunday ma'lumotlar beradi. Turk olimi Erdo'gan tafsirning lug'at tarkibi jihatdan devon lug'at turk leksikasiga yaqin ekanligini ilgari suradi. Tafsir tiliga xos bo'lgan qator leksik morfologik xususiyatlarning Hibatul Haqoiq asarining tiliga ancha yaqinligini hisobga olsak, ma'lum bu asarni 12-asr yodgorligi deb hisoblaydi. Bu asarning til to'g'risida katta ish olib borgan Baravkovning mulohazalariga ko'ra, tafsirning yozilgan davri 10-asrning oxiri bo'lib, asarda Mo'g'ullar, keyingi Timuriylar davriga xos so'zlarning qo'llanishi, ularning fonetik xususiyatlari, morfologiyasi haqida yangi ma'lumotlar beradi. Tafsirni 12-13-asrlarning yodgorligi deb qarash ham mavjud. Qayd etish kerakki, bu til xususiyatlari jihatdan tafsir asosan adabiy d, z tovushlarining tiliga xos bo'lgan 11-13-asr yodgorliklariga yaqin turishi bilan ham izohlanadi. Savol va topshiriqlarga keladigan bo'lsak, eski turkiy adabiy tilining o'ziga xos xususiyatlari, Qutadg'u bilik dostonida til me'yorlari masalasi, Mahmud Qoshg'ariyning asarlari haqida, Devon lug'at turk asari haqida, Ahmad Yugnakining Hibatul Haqoiq asari va turkiy yodgorlik sifatidagi qimmati haqida, O'g'iznoma, til xususiyatlari, O'rta Osiyo tafsiri, tafsirdagi ma'lumotlar haqida ma'lumotlar berish so'raladi.